Hammaga assalomu alaykum. Hozir Turkiyada juda ham bir noxush voqea bo'lganini kecha-kechqurundan beri ko'rib, onamlar hali ham kepsani degan gaplari bilan juda xavotir oldim. O'zim 8 yil o'sha Turkiyada yashaganman. Endi yaxshi ish umuman qilmagansizlar. Birinchidan o'sha ayolni o'ldirishdan oldin o'ylama deylarmi? Kimsan sen, o'zbeksan? Shu o'zbeklarni himoya qilishi o'rniga hammamizni sha'nimizga dog' tushirvardinglar-da. Chunki Turkmanistonga работа разрешенияsi arzon, страховкасы arzon. Faqat hamma narsada o'zbeklarda qimmat-da, страховкасы ham qimmat, to'lovlar hamma narsasi davlatga o'sha ikamatini olishimiz bo'yicha ham hammasi qimmat-da bizda. Chunki bor ket deyishadi o'zing vataningga. Hamma narsa bizdan o'sha o'zbeklardan chiqibdi. O'ldirayotganingizda hech o'ylab ko'rmadingizmi O'zbekistonda? Mana prezident ota boshi bo'ladi-da, birinchi o'rinda o'sha prezidentimiz, undan keyinsiga mahallamiz, undan keyinsiga o'sha kichkinagina vatan, o'sha ota-onangiz vatanida ota-onangiz hech o'ylamadingiz. Nima bo'lgan taqdirda ham shunaqangi O'zbekistonda shunaqangi yaxshi insonlarni biza qo'qonxonligidan kelgan biz amur-jumur, qanaqangi zabardast insonlar chiqqan bizadan. Ular hammasini ko'mivaryapsizlar-da. Nafaqat Turkiyada, butun dunyoda shu ishni qilyapsizlar. Ayrim insonlar. Hech kim haqqi yo'q musofirda farzandi yurgan ota-onani kechqurun xavotirda uxlatishga. Urushdan ham yomon narsa-da u. Hamma mahalla tinch o'tadi, lekin bitta ota-onani musofirda farzandi bor ekan, ana o'sha ota-ona xavotirda uxlaydi. Sizlar bizga aka bo'lishingiz kerak, tog'a bo'lishingiz kerak, amaki bo'lishingiz kerak. Biroq xato qilayotgan bo'lsa, chuqurga tushib ketayotgan bo'lsa, itarib bormaylar, qaytarib olib kelinglar. Sen yaxshi bo'lasan, sen eng zo'ri bo'lasan. Agar videomni ko'rsanglar, keyingi safar demasligiga aytib beraman. 2017-yil Turkiyaga borganimda o'zimning yaqinlarim nima qilishgan. Ammo yaxshi qilmabsizlar.